Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 26 may 2026-yil sanasida o'zbek so'mining valyuta kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari 18 so'm 19 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 11.997 so'm 83 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.199.783 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 0.2% ga tushdi. Yevro 66 so'm 70 tiyinga oshdi. 1 yevro 13.967 so'm 87 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.396.787 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 0.6% ga tushdi. Rossiya rubli 21 tiyinga tushdi. 1 Rossiya rubli 167 so'm 31 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 167.310 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 5.4% ga oshdi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 20 kopeykaga oshdi. 1 AQSh dollari 71 Rossiya rubli 71 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7171 Rossiya rubli 2 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 5.3% ga tushdi.